Qancha berasiz? Qancha so'rayapsiz? Ayting qani? Yetib olib gaplashamiz. Kilometriga beraman aka, kilometriga. $2 kilometri? Bo'ldi, haydang. Hayda! Hayda! O'sha sochi yubkasiga u yana deydir, bu yana deydir. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, barchalaringizga xayrli kun. Bugungi yangi videomiz Katta Qo'rg'onlik Buyuk akamiz bilan bo'ladi. Endi siz Opin budjetda yutqizib qo'ydik, biz Opin budjetda ovoz yig'olmadik deb siqilishga hojat yo'q. Endi Buyuk akamiz O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab sizlarga asfalt xizmatini mukammal darajada xizmat qilib berishadi. Mana akamiz Buyuk akamiz o'zi bu sohani ustasi, batafsil ma'lumot berib ketadilar. Demak, bu soha bo'yicha asfalt xizmatlari bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berib ketasiz. Kvadrat 70 ming so'mdan chiqadi. Hamma xizmati ichida bo'ladi. Texnikasi, shibyonkasi, asfalt qalinligi 5 sm bo'ladi. Ishimizga 1,5 yil garantiya beramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'yicha xizmat qilib berishadi. Xizmat sifatini hozir video davomida siz bemalol ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Texnikalar o'zida yetarli. Hammasi yetarli. Ishchi kuchi yetarli. Ishchi kuchi, texnikalar barchasi yetarli. Demak, videomiz davomida sizlarga ko'rsatib boramiz. Demak, murojaat uchun bitta nomer aytib ketasiz endi. 50lik 054 57 68 57 68 raqamlariga, mana shu ekranlaringizdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Asfaltga tayyorgarlik jarayoni, mana chivin toshlarimiz yotqizilgan qalinlikda bemalol ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana hozir bu ko'chamiz o'sha asfaltga tayyor holatda. Nasib bo'lsa hozir asfaltimiz kelsa ustidan to'kib ish jarayoni bilan batafsil tanishtirib boramiz. Qadrli obunachilar, asfaltning asosiy jarayonlarini Shehoz akamiz katalog yordamida qilib beradilar. Yerimizni zichlab, mana shu shivin toshlarimizni zichlab, asfaltgacha bo'lgan jarayonlarni akamiz 100% fix holatda qilib beradilar. Keyin eng asosiy ish jarayonlari boshlanadi. Aka, demak, o'zingizdan bitta batafsil ma'lumot berib ketasiz. Katalogimiz 5,5 tonna vaznga ega bo'lib, nemetskiy texnika bo'ladi. Avtomobilga ko'proq e'tibor beramiz. Avtomobilda katalog обязательно kerak bo'ladi. Demak, siz buni tekis qilib bermasangiz, biror joyda suv qolib ketsa, asfaltimiz suv qolib ketadi. Asfaltda suv shekilli vibratsiya qiladi, vibratsiya uriladi, uklatga qilinadi, keyin ustidan asfalt uriladi. Mana endi Opin budjetda ovoz yig'olmadik deb xafa bo'lishga o'rin yo'q. Demak, asfalt xizmati batafsil sizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, qadrli obunachilar, mana asfaltimiz kiyindi. Hozir bitta boshladi, jarayon bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Abdualim aka, bitta o'zingiz ma'lumot berib keting. Ish jarayoni qanday ketyapti? Jarayonimiz Urgutdagi obyektimizdamiz hozir 220 kvadrat obyektimizdamiz aka. Hammasi sifatli va qonuniy bo'lyapti. Limon darajada bo'lyapti aka. Xo'sh, katalog, ukalatik, hamma xizmatlarimiz o'zimizda mavjud. Shu elga xizmat aka, eng avvalambor elga xizmatimiz. Elimiz, yurtimizga xizmatimiz aka. Hamma narsamiz bor, texnikadan hamma narsa bor, texnikalarimiz. Demak, bu eng oxirgi jarayonlardan bittasi zichlab chiqilyapti. Shunaqa aka. Eng oxirgi jarayonlarda zichlab chiqilyapti. 5,5 tonnalik katogda, unaqa 3 tonnalik, 3,5 tonnalik katogdamiz. 5,5 tonnalik katogda zichlashtiryapmiz aka. Bu zichlangandan keyin necha santimetr pasayadi? Zichlanganda aka 1 cm, 1,5 cm katogimiz oladi, mana izlari bilan 1,5 cm oladi katogimiz aka. Demak, mana shu umumiy bitta ko'chamiz necha kvadrat bo'lgan? Umumiy ko'chamiz 720 kvadrat joy bo'lgan aka. 720 kvadrat joy bo'lgan. 12 ta viloyat bo'yicha 12 ta xizmatlar mavjud. Xizmat qilamiz aka. 10 ta viloyatimizda ish faoliyatlarimizni olib borganmiz aka. Asfaltimizning qalinligi aka, mana shu qalinlikdan 1 cm, 1,5 cm o'tkirilyapti. 7 tashalgan, 6 qolyapti asfaltimiz.
Xo'sh, asfaltimiz turlari mavjud aka. Milki, krupniy, zirni asfaltlarimiz bor. Hozir bu obyektimizga milki pishani asfalt yotqizyapmiz. Bu degani endi issiq sovuqqa chidamli. Ha, issiq sovuqqa chidamli asfalt yotqiryapmiz aka. Milki asfalt yotqiryapmiz bu obyektimizga.